Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida qurilayotgan ko'prik balkasi bir tomonga og'ib ketgani tasvirlangan video tarqaldi. Avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi holat yuzasidan izoh berdi. Hodisa 6-avgust kuni Islom taraqqiyot banki va OPEC jamg'armasi ishtirokidagi M39 Olmaota-Bishkek-Toshkent Shahrisabz Termiz avtomobil yo'lining 1252-1315 kilometri qismini rekonstruksiya qilish loyihasi obyektida qurilish-montaj ishlari vaqtida yuz bergan. Qayd etilishicha, yangi qurilayotgan 2 sathli qayrilib olish sun'iy inshootining balkalari montaj qilinayotgan bo'lgan. Montaj ishlari davomida kranning bir tomoni oldinga ko'tarilgani sababli balkaning ikkinchi tomoniga ortiqcha yuklanish kuchi tushgan va balkada sinish hosil bo'lib qulab tushgan deyiladi rasmiy izohda. Hodisa oqibatida hech kimga, shuningdek atrof muhitga zarar yetmagan. Hodisa bo'yicha quruvchi tashkilot tomonidan barcha bartaraf etish harakatlari amalga oshirilib, balkaning singan bo'laklari obyekt hududidan tashqariga chiqarib tashlangan.